Salom bolalar, sizlar bilan Gamer Islom. Bugun biz Vijimaniya qilamiz. Qaribimizga ketdi. Birinchi daraxt chopamiz. O'z chopib olamiz. Daraxt chopib ayol qo'lim og'rib ketdi. O'sha uchun menga bolta kerak. Birinchi versiyaga olamiz. Çöp yasaligini kirk yasaymiz. Endi tosh. Mana tosh ham shu yoqqa ekan. Bo'lsa qaziymiz. Menimcha shu 25 ta tosh ham yetsa kerak. Bu birinchi qism. Ikkinchi qism albatta chiqadi. 15 ta like ve 5 ta obunachi va ikkinchi qism chiqaraman. Yana qaysi o'yinlarni o'ynashimni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hozir yana bitta. Belli. Ixtiloyam bor. Endi biza birinchi uy qurishimiz kerak. Lekin bizga ovqat ham kerak. Birinchi ana shu yerga uy qurishimiz kerak. Birinchi uni kattaligini qila olamiz. Biladi bu yer. Uyda pasdan qurgandan keyin videoni davom ettiramiz. Afsuski daraxt yetmay qoldi. Aytgancha birinchida daraxt mayli. Keyin narsalarni yapib kerak. Hozir ozgina daraxt oldim. Versaydi bu olib kelmagan bekor bo'ldi. Bitta bolta olish kerak. Ana endi yanada ko'proq chopish kerak. Hozircha taxta oldim. Endi bizga jun ham kerak. Albatta. Yana bitta qo'y kerak. Bunu qayerdan topsam bo'ladi? Topib kravat yasamizda. Aynen. İşte topayım. O avrat. Şöyle. Öyle köpükler bakacağım. Bunlarla birlikte belki palosa kerak bilen. Bugün sana ovqat yo'lishim kerak. Böyle kravat yetadi. Endi kravat yasagan bo'ladi. Ovqat kerak bo'ladi. Ovqat kamligidan sekinlashib qoldim. Mana verstak pechga yasaymiz. Mana ovqat ham taqbil yaptı. Bu ovqatligin juda ham kam. Ana o'zim motor qilganman.
Arkasına olup pişiririz. Balkon birinchi qism bo'ladi. Birinchi qism olib tugayapti. Kun tugashi bilan birinchi qism olib tugaydi. Ungacha ancha ulguramiz. Sizlarga zerikarli bo'lsa, ikkinchi qismini yaqinda chiqaramiz. Mayli ertalabgacha qilamiz. O'zi Boshpana topish kerak. ana uyimizni davom ettiramiz. Kuchlarni olib olamiz. Ana qo'yishgan bo'lsa bo'ladi. Birinchi bizga fakil kerak. Lekin ko'mirimiz yo'q. Bombalar kelish boshladi. Like va ikkinchi qismga kelishguncha birinchi qism tugadi. Xayr.